Matalashga qo'y go'shtini payli va shirali son qismini shu ko'rinishda maydalatib olamiz. Vitaminlarga to'lgan sabzavotlarimizni tayyorlab, bir bog' petrushkani yuvib, top-toza ip bilan o'rab olamiz. Qozondagi bir bog' ko'katimiz vazifasi ham go'sht hidini oladi, ham ovqatga yoqimli ifor beradi. Qozonimizga yana tuz, zira va bir donagina pomidor qoqib solamiz. Aytgancha nima ovqat tayyorlayotganimni aytmanman u. Yoshi kattaga quvvati jon bo'ladigan, yosh kattalar til bilan aytganda, ichimiz yayrab mazza qilib ichadigan qaynatma sho'rva. Endigina 1 soat qaynagan sho'rvaga kartoshkalarni butunicha solib, yana 3-4 soat qaynatamiz. Butun solingan kartoshkalarimiz ezilib ketmaydi, uzoq qaynagani uchun ich-ichigacha shiri o'tadi. Sho'rvamiz rangi tiniq chiqish uchun agar go'shtimiz yangi bo'lsa, bitta qaynagan suvni to'kishimiz ham shart emas. Yirik bo'laklarda solingan sabzavotlar va bir maromda qaynagan taomimiz rangi ko'z quvnatadigan bo'ladi. Taomimizni Fatima Foodda og'izda eriydigan somsalar bilan dasturxonga tortamiz. Albatta tayyorlab ko'ring, yeganlarimiz ibodatlarga quvvat, tanamizga shifo bo'lsin.